Quyosh ufqqa bosh qo'yib, sahro qumlari qizg'ish, sarg'ish tusga kirgan pallada uzoqdan 2 nafar musofir ko'rindi. Ularning tuyalari charchoqdan bo'yinlarini egib, og'ir qadam tashlardi. Musofirlarning birining ismi Sodiq, ikkinchisining ismi Boymurod edi. Shu qum barxanlarining oxiri bormi o'zi, deb nolib qo'ydi Boymurod peshonasidagi terni artar ekan. Mening oltinlarim bu yerda hech narsaga yaramayapti. Bir qultum muzdek suv uchun yarim xurjun javohirimni berishga tayyorman. Sodiq uzoqqa tikilgancha vazmin javob qaytardi. Sabr qiling Boymurod, sabr. Sahro bu imtihon maydoni. U insonning tashqi ziynatiga emas, ichki quvvatiga qaraydi. Qarang, anavi tepalik ortida tutun ko'rinyapti. Bu biz izlagan manzil. Ular yetib kelganda karvonsaroy juda qadimiy, devorlari ulkan, toshlardan tiklanganini ko'rishdi. Darvoza oldida oppoq soqqolli, qaddidol, ammo qarashlari burgutnikidek o'tkir bir chol turardi. U indamay tuyalarni ichkariga yetakladi. Ularga toza suv va sarxil yem berdi. "Xush kelibsizlar musofirlar", dedi chol ovozi xirillab. "Mening ismim Solih. Bu yerda qoidalar biroz boshqacha. Agar sizlar ulkan karvon bilan kelganingizda, men sizlardan har bir tuya uchun bir tilla tanga olardim. Ammo sizlar 3 tadan kam tuya bilan kelibsiz. Shuning uchun sizlardan pul ola olmayman." Boymurodning chehrasi yorishib ketdi, biroq chol so'zida davom etdi. "Lekin tekinga na yotoq bor, na ovqat. Haqqingizni aqlingiz bilan to'laysiz. Men sizga 3 ta jumboq aytaman. Javobini tong saharda tuyalar egarlangan mahalda aytasizlar. Topsangiz yo'lingiz ochiq, topolmasangiz 2 oy davomida shu karvonsaroyda menga xizmatkor bo'lasizlar. Otxonalarni tozalaysizlar. Xo'sh, qalay, kelishdikmi?" Sodiq va Boymurod bir-birlariga qarashdi. Sahroning qahraton tunida unda yashab qolish bu o'lim bilan barobar edi. Shunda "Rozimiz", dedi Sodiq qat'iyat bilan cholga qarab. Chol ularni ichkariga, keng xonaga boshladi. Xonada nafis gilamlar to'shalgan, o'rtadagi xontaxta ustida bug'i chiqib turgan qo'y go'shti, anjir, mayiz va turli sharbatlar turardi. Boymurod ochko'zlik bilan ovqatga tashlandi. Sodiq esa har bir luqmani shukrona bilan yer ekan, yonidan qog'oz va qalam chiqardi. "Boymurod", dedi Sodiq past ovozda, "ovqatga ko'p berilma. Bu jumboqlar bizning 2 oylik erkinligimiz narxidir. Diqqat qil." Boymurod kulimsiradi. "Ey Sodiq, men dunyoni ko'rgan odamman. Bozorlarda ne hiylakorlarni ko'rmaganman. Bir cholning topishmog'i menga nima qilibdi? Sen yozaver, men esa eslab qolaman." Ovqatdan so'ng Solih bobo xonaga kirdi va burchakka xira yonayotgan sham yoniga o'tirdi. "Diqqat bilan eshiting", boshladi chol. "Xato qilishga haqqingiz yo'q. Birinchi jumboq. U bir xazinadir, ammo
bozorda sotilmaydi. Uni birovga ulashsang, o'zingdagi miqdori kamayish o'rniga ortib boradi. Agar uni sandiqqa solib berkitib qo'ysang, u chirib, egasiga og'irlik keltira boshlaydi. U nima? Xo'sh, endi ikkinchi jumboqni aytaman. U doim harakatda, lekin oyog'i yo'q. U hamma narsani yutadi. Temirni zanglatadi, toshni qumga aylantiradi, go'zalni kampir qiladi, shohni esa tuproqqa aylantiradi. Uni ushlab qolishga hech kimning kuchi yetmaydi. U nima? Uchinchi jumboqni aytaman. U sening eng sodiq hamrohing. Sen nurga bo'lganingda u doim sen bilan, lekin zulmat tushsa u seni tark etadi. U sening shaklingga ega, lekin uning joni yo'q. Sen yugursang, u ham ortingdan ergashadi. Sen to'xtasang, u ham to'xtaydi. Chol gapini tugatib indamay xonadan chiqib ketdi. Boymurod bir oz o'ylangan bo'ldi-da, sharob ta'sirida uxlab qoldi. Uning xurragidan xona devorlari titradi. Sodiq esa qog'oziga tikilgancha tonggacha mijja qoqmay chiqdi. U har bir so'zni tahlil qildi. Zanglatadi, yutadi, bozorga chiqmaydi. Sodiq deraza oldidagi yulduzlarga qarab, tabiatning tartibi haqida o'ylardi. Nihoyat tong nuri chol ufqini yoritganda u jilmayib qo'ydi. Ertalab tuyalar egarlangan, chol esa darvoza oldida qo'lida aso bilan turardi. Xo'sh, dedi Solih bobo Boymurodga qarab. Birinchi javobni sendan eshitamiz, boyvachcha. Boymurod kerilib javob berdi. Birinchisi bu pul. Pulni aylantirsang ko'payadi. Ikkinchisi bu ajdarho bo'lsa kerak, hamma narsani yutadigan. Uchinchisi esa bu kiyim. Kiyim hamrohimiz-ku. Chol achinib bosh chayqadi. Sen dunyoni faqat bozordagi matolar va hamyoningdagi tillalar orqali ko'rar ekansan. Navbat senga, yigit, dedi u Sodiqqa yuzlanib. Sodiq vazminlik bilan javoblarni ayta boshladi. Birinchi jumboqning javobi ilm va mehr. Ilm ulashilgan sayin sayqallanadi va ko'payadi. Berkitilgan bilim esa foydasiz yukdir. Ikkinchi javob vaqt. Vaqt barcha narsani yemiruvchi ulkan kuchdir. Uning oldida shoh ham, gado ham ojizdir. Uchinchi javob soya. U nurda paydo bo'ladi, zulmatda yo'qoladi. U bizning jonsiz aksimizdir. Solih bobo yuziga tabassum yugurdi. U og'ir darvozani ochib yo'l ko'rsatdi. To'g'ri topding, dono yigit. Sizlar erkinsiz. Boring, ozodsizlar. Ammo sen, boyvachcha, chol Boymurodga qarab shunday deb gap boshladi. Shuni bilki, ba'zan bir parcha qog'oz va o'tkir aql 10 xurjun oltindan qimmatroq turadi. Ular yo'lga tushishdi. Boymurod butun yo'l davomida jim ketdi. U o'zining qimmatbaho choponiga yoki hamyoniga emas, Sodiqning eski
yaktagiga va uning qo'lidagi o'sha mo'jizakor qog'ozga hurmat bilan qarab qo'yardi. Karvonsaroy esa qum bo'ralari ortida sirliligicha qolib, oxiri ko'zdan g'oyib bo'ldi. Hikoyani Shohrux o'qidi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi videolarga qadar xayr, salomat bo'ling.